Fevral oyida issiqxonani 2 qavat plyonka qilib videoga oldim. Mana hozir bugun 26-mart. 1,5 oydan keyingi holat. Hop, plyonkalar butunlay ustini ochib tashlamadik. Yon tomonini ko'targanmiz. Mart oyining yarmidan boshlab to'liq mana yon tomonini ko'tarib chiqdik. Hop, mana bu gul holati. Gullari aniqroq. Juda ham yaxshi tutgan. Ko'chat hali yosh bo'lgani uchun pastdan hosil tuga boshlagan. Mana keyin ko'chatlar. Mana hozir boshqa daraxtlarga ham o'tamiz. Tagi quruq turibdi. Orada sug'orib olgandik. Hozir suyuqlik uchun sug'orilganimiz yo'q. Dori berib sug'orishimiz kerak. Mana gul juda ham ko'p. Endi qanchasini ushlab qoladi. Gul juda ham ko'p. Hamma ko'chatda gul mana shunday ko'p. Yaxshi tutgan. Mana shu yangi navdalar. Mana shu bahorda o'sib chiqqan navdalar. Endi bitta sug'orishimiz kerak, dori berishimiz kerak. Hop, bargining orqasida bitta ikkita hasharot bor. Pashsha. Shularga ham dori berishimiz kerak. Hop, mana bu yon tomondagi pomidor 16-fevral kuni yerga ekilgan. Hop, ichki holati mana katta ko'chat bo'lib qolgan. Hozir kun birdan sovib qoldi, shuning uchun yopdik. Taxminan 40 santimetrcha bo'lgan ikkita duga. Hozir oxirdan pichini ham ko'rsataman. 16-fevralda ekilgan. Undan keyin bir marta yaxshigina qor yog'di. 2 qavat qilib ekilgandi. Ta'sir qilmadi, ko'chatlarga yaxshi chiqdi. Mana ichidagi sim 2-qavat plyonka uchun qilingan. Mana ko'chatdan holi. Ikkilan bitta video olgan edim. Pomidorlarga juda zo'r tuqqandi. Nasib bo'lsa buni ham parvarishlaymiz. Umumiy ko'rinishi.